Bir qarashda hamma gap pul haqida tuyuladi, lekin bu qism yana bir bor isbotladi. Bu uyda asl urush sandiqdagi boylik uchun emas, yurakdagi bo'shliq, ishonchdagi dars va yillar davomida yig'ilgan alam uchun ketyapti. Eng dahshatlisi esa shundaki, bu safar hech kim ochiqdan ochiq hujum qilmayapti. Hamma jilmayib turib, ichida o'z hisobini qilyapti. Kimdir ona bag'ridan panoh izlayapti, kimdir mehr niqobi ortida uyga kirib boryapti. Kimdir esa go'yo beparvo ko'ringan holda butun taqdirlarni qo'li bilan so'rayapti. Shu sabab bu qism tinchgina o'tgan voqealar yig'indisi emas, balki kelayotgan portlashning og'ir, bo'g'iq nafasi bo'ldi. Zarina bilan bog'liq chiziqni ko'pchilik mayin, iliq sahna sifatida qabul qilgan bo'lishi mumkin, lekin aynan shu yumshoqlik ichida juda katta kelajak yashirinib yotibdi. Zulfiya opaning ko'ngli qizining qayerga qatnab yurgandan xavotirda edi. U kechikishlarda xavf ko'rardi, shubha ko'rardi. Ona yuragi nimani sezdi bilmadi, lekin qattiq urdi. Kechki soat bo'lib, ko'cha qorong'ilasha boshlagan edi. U derazadan bir necha bor tashqariga qaradi, qo'lidagi ro'molni aylantirib nolib qo'ydi. Bu qizga nima bo'ldi? Nega buncha kechikadi? Qo'ng'iroq qil deb turdi, lekin qilmadi. Farzandni bo'g'ib qo'yishni emas, biroz erkinlik berish kerak. Ammo erkinlik bilan xavf bir-biriga juda yaqin. Shu hadik bilan u eshik oldiga bordi, qulofni ochdi va ko'chasiga qaradi. Lekin eshik ortida kutgan manzara uning yuragidagi vahimani birdan tinchitdi. Qizi tasodifiy odamlar emas, tanish va nazarda munosib odamlar ichida yuribdi. Zarina Azamjon bilan birga kelayotgan edi. Ikkalasi ham yengil kulib, bir-biriga qarab gapirishardi. Bu yengillik lahzasi juda muhim, chunki ona qalbi xavfdan xotirjamlikka o'tgan zahoti u avval ehtiyot bo'lib turgan rishtalarga endi boshqacha qaray boshlaydi. Pari hazil aralash qudalik haqida gapirganda Zulfiya opa buni rad etadi, lekin mutlaqo kesib tashlamaydi. Bu juda nozik farq. U yo'q demaydi, hali erta deydi. Demak, bu eshik yopilgani yo'q, faqat vaqtincha berk turibdi. Uning ichida nimadir his qiladi. Bu yigit yomon emas, qiziga yaxshi qaraydi, o'qishga undaydi, mayda-chuyda ishlar bilan bezovta qilmaydi. Ammo hamma narsaning o'z vaqti bor. U qizining oldinda turgan imtihonlarni, kelajagini o'ylaydi. Shuning uchun gapni kesmaydi, chunki kesish noto'g'ri bo'ladi. Biroq qizini ham osongina birovga berib qo'ymaydi. Pari esa kulib, qo'shnilar oldida Zarinani maqtaydi. Uning maqtovida yashirin ma'no bormi yoki chin qalbdanmi? Buni hech kim aniq bilmaydi. Lekin shu yerda bir narsa aniq. Kelajakda Zarina va Azamjon orasidagi yaqinlik faqat yoshlar hissiyoti bo'lib qolmaydi. U ikki oila taqdirini bog'laydigan ipga aylanishi mumkin. Ayniqsa Azamjonning aynan Zarinaning gapiga kirishi takror ta'kidlangani bejiz emas. Bu oddiy maqtov emas. Bu qizning uning hayotidagi ta'sir kuchini ko'rsatadigan signal. Bugun bu ta'sir darsga, intizomga xizmat qilyapti. Ertaga esa u yigitning hayotini burib yuboradigan qarorlarga sabab bo'lishi mumkin. Zarina esa uyga kirgach, onasining ko'zlaridagi xavotirni ko'rdi. U jilmayib, hech narsa bo'lmagandek, darslar qattiq ekanini, Azamjon bir necha mavzuni tushuntirib berganini aytdi. U yolg'on gapirmayapti, lekin to'liq haqiqatni ham gapirmayapti. Chunki uning qalbida nimadir o'sib borayotganini u o'zi ham to'liq anglab yetmagan. Onasining hali erta deganini eshitgach, ichi biroz siqildi, lekin qarshilik ham qilmadi. U aqlli qiz, vaqt borligini biladi. Lekin shu yerda bir sir bor. Uning qalbida Azamjonga nisbatan mehr uyg'onib bo'lganmi yoki bu faqat hurmat va do'stlikmi? Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Keling, endi bu qismining haqiqiy zahrini ko'raylik. Uyiga qaytgan er-xotin va onaning o'rtasidagi sahnalar tashqaridan kulgili, hatto biroz masxarali ko'ringan bo'lishi mumkin. Aslida esa u yerda juda achchiq haqiqat yotdi. Ona o'rtancha bir ayol, yoshi 60 dan oshgan, mehnat qilib, ter to'kib, har bir tiyinni 2 marta o'ylab sarflagan. Uning sandiqda pulini o'g'irlatgani sababli emas, farzandining ulg'aymaganidan, miyasida hanuz tayyor narsaga ko'z tikish odati o'lmagandan kuyayapti. U kechasi uxlamay, ertalab turib o'g'li va kelini bilan gaplashadi, eshikni ochadi. Ular hanuz uxlayotgan bo'lishadi. U sabrsizlik bilan ularni uyg'otadi. Keyin boshlanadi ayovsiz, ammo haqiqatga to'la suhbat. Onaning gaplari qo'pol, lekin juda aniq chiqdi. Muammo yo'qchilik emas, muammo ishlashni emas,
oson yo'lni o'ylashdi. Siz ikkalangiz mehnat qilasanmi? deb so'raydi u. Bir kuni ishlab ko'rdingizmi? Tilingiz bilan emas, qo'lingiz bilan. Pul yo'q deysiz, lekin televizor bor, aroq bor, vaqt bor. Pul qayerda? Pul meniki. Men uni o'g'irlatmadim. Siz uni o'g'irladingiz. Bu gap juda og'ir, lekin haqiqat. Ona ko'z yoshini ichiga yutadi, qaltirab turgan qo'lini ko'taradi-yu, tushiradi. Keling, eng og'ir va eng qaltis qatlamga o'taylik. Nazokat atrofida aylangan voqealar. Bu ayol hozir serialning eng murakkab, eng xavfli va eng qiziq nuqtasiga aylangan. Uning atrofida gap ko'p, gumon ko'p, dalilga o'xshagan narsalar ham ko'payib boryapti. Lekin baribir u qulamayapti. Nega? Chunki nazokatning kuchi faqat ayyorlikda emas. Uning asl kuchi yolg'izlikdan, holdan to'ygan erkak qalbini ushlab olganida. Sodiq bo'yni ko'pchilik bo'y, jahldor, o'jar odam sifatida ko'radi. Lekin bu qism yana bir haqiqatni ko'rsatdi. U juda yolg'iz. Uning farzandlari katta bo'lgan, har kim o'z uyida, o'z hayotida. U esa qarib qolgan katta uyda, bir o'zi. Kechasi uxlay olmaydi, televizor qarab o'tiradi. Biror ovoz eshitsa, derazaga qaraydi. Uning qalbidagi bo'shliq juda katta. Ana shu yolg'izlik esa nazokat uchun eng katta eshik bo'ldi. U bu bo'shliqni qanday to'ldirishni biladi. U bir piyola choy bilan, bir og'iz yumshoq so'z bilan, bir mehrli qarash bilan erkak qalbini egallaydi. Odam molini qo'riqlashi mumkin, hujjatini yashirishi mumkin, lekin qalbiga kirib olgan kishini haydab chiqarish ancha qiyin. Shu sabab tashqaridagilar videodan, shubhadan, iskuvorlikdan umid qilayotgan bo'lsa ham, Sodiqbo'y hali hanuz unga yopishib turibdi. Uning qo'lini ushlaydi, ko'zlariga qarab jilmayadi. Hech kim meni sizdan ajrata olmaydi deydi. Bu ko'r-ko'rona ishonch emas, bu odamning ichki ehtiyoji. U nazokatda mehr ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun ko'rmoqchi bo'lmagan narsasini ko'rmayapti. Mana shu yerda serial juda nozik psixologik o'yin ko'rsatdi. Afzalbek bilan yonidagilar haqiqatga yaqinlashayotgandek. Ularning kuzatuvi, videolari, shubhalari borgan sari aniqroq bo'lib bormoqda. Manzuraning nazokatnikiga kelishi oddiy hodisa emas. U bir ayol, Sodiqbo'yning eski hayotidan qolgan bir nom. U aziyat chekkan, yolg'iz qolgan, eridan yaxshilik ko'rmagan. Uning qalbida ikki narsa birga yashaydi: adolat istagi va qasos istagi. Tashqaridan ikkisining farqi bilinmaydi, lekin natijada katta farq beradi. Manzura nazokatnikiga kelganida ikki ayol bir-birini anchadan beri bilgandek gaplashdi. Bir-biriga begona odamlar orasidagi sovuqlik yo'q edi. Ular choy ichishdi, shirinlik yeyishdi, go'yo eski dugonalardek. Eng muhim nuqta esa nazokatning Manzuraga bergan ko'rsatmalarida edi. Agar muammo chiqsa, o'zingni tanimaganlikka ol. Agar uyni so'rashsa, erim hadya qilgan degin. Agar bosim kuchaysa, qonun bo'yicha mol-mulk o'rtada de. Bu gaplar qo'rqqan ayolning gaplari emas. Bu oldindan yurish qilgan, orqa yo'llarni ham puxta o'ylagan ayolning gaplari. Demak, nazokat faqat bugungi kun bilan yashamayapti. U ertangi surishtiruvni ham hisobga olib bo'lgan. U advokat bilan gaplashganmi? U har bir so'zni necha bor o'ylab topganmi? Buni hech kim bilmaydi. Lekin bir narsa aniq. U qo'lga tushsa ham sukut bilan emas, huquq, hissiyot va chalkash haqiqatlar bilan o'zini himoya qiladi. Manzura esa bu so'zlarni yutadi, bosh irg'aydi, lekin uning ichida nimadir qaynayapti. U minnatdormi yoki qo'rqyaptimi yoki o'z rejasini tuzayaptimi, buni hali hech kim bilmaydi. Yana bir juda kuchli detal ko'pchilikning ko'zidan qochgan bo'lishi mumkin. Nazokatni kuzatib o'tirgan erkaklar uni burchakka siqdik deb o'yladi. Ular tun bo'yi uy atrofida yurishdi, mashinada o'tirishdi, har bir chiqqan odamni kuzatishdi. Ular ishonchli edi. Biror ayol buncha kuzatuvga dosh bera olmaydi deb o'ylashdi. Lekin u eshikdan chiqib, ularning oldiga o'zi keldi. Ana shu lahza bu qismning eng muhim psixologik burilishlardan biri edi. Chunki odam qo'rqsa yashirinadi, bezovta bo'lsa ichkarida qoladi. Lekin nazokat ochiq chiqib, hatto ularni mazax qildi. U qo'lni silkitib salom berdi. Lablarida istehzoli jilmayish bilan havo olishga chiqdim dedi. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, u o'zini hali yengilmas deb biladi. Ikkinchidan,
u raqiblarning qo'lida uni darrov sindiradigan narsa yo'qligini sezib turibdi. Uchinchidan esa u jangni yashirin olib borishni emas, asabiy ustunlik bilan yutishni xohlayapti. Ularning videoni berdik degan gapiga ham u sarosimaga tushmadi. U faqat kular edi. Video? Qanday video? Meni suratga olgan bo'lsangiz, o'zingizni ko'rsating, sudda ko'rishamiz. Demak, bu video nazokat o'ylamagan zarba emas. Ehtimol u bu xavfni allaqachon kutgan. Balki u videodan ham kattaroq kartani yashirib o'tirgandir. Balki Sodiqbo'yning ko'ziga ko'rsatilayotgan narsalardan oldin uning qulog'iga allaqachon boshqacha hikoya quyilgan. Manzura tomoni esa alohida diqqatga loyiq. U avval qattiq azob ko'rgan, chetga surilgan, eridan nafrat va xo'rlik topgan ayol sifatida tilga olindi. Uning hayoti sinib ketgan, ko'ngli vayron bo'lgan. Endi esa u qaytib kelgan. Lekin qanday qilib, nimani ko'tarib? U nazokatga bir qaraydi. Ko'zlarida bir narsa bor. Uning ovozida minnatdorlik ham bor edi, hadik ham bor edi. Yashirin kelishuvning sovuqligi ham bor edi. Demak, u hali to'la ochilmagan.